Atigi 4 dona bodringdan eng mazali zakuska tayyorlaymiz. Bu zakuskalar bilan sizlar bemalol 4-5 kilogacha olsanglar bo'ladi. Yuvilgan 4-5 dona bodringlarimizni topor yokida o'qlov yordamida urib chiqamiz. O'rtacha kattalikda kesib olib, xohlagan idishimizga solib, ustidan kashnich, teriyaki sousi, limon sousi, kashnich, tuz va chesnochniy yokida chesnot o'rab olasizlar. Men chesnoyim yo'qligi sabab chesnochniy sous soldim. Qopqog'ini yopib, marinovka bo'lishi uchun xolodilnikka 1 soatga qo'yamiz. Ungacha latestoni slayone testa xamirlaridan eng mazali sirli zakuska tayyorlaymiz. Qo'shimchasiga qorninglarni to'q tutishi uchun aynan o'sha zakuska bilan yesanglar, ikkita maza bitta bo'lib shedevr bo'ladi. Yoyilgan slayone testani ichiga kashnich, sir, tuz aralashgan nachinka solamiz. Yarim xamir ustiga yopamiz, pichoq yordamida kesamiz va kalsuv qilib o'rab olamiz. Ustiga tuxum sarig'i va oregano sepib, qizib turgan duxovka pechiga 20-25 daqiqaga jo'natamiz. Ungacha marinovkamiz ham tayyor bo'lgan bo'ladi. Olamiz va yoniga pishib chiqqan zakuskalarimiz bilan maza qilib tanovul qilamiz. Sizlar buni qarsildoq ovozini bitta eshitinglar. Sizlar hali ham o'ylab o'tirmasdan bugunoq tayyorlab ko'ringlar. Mazasi prosta bomba.